Ayni damda hozir yomg'ir bo'lishiga qaramasdan ozgina video oldim sizlarga. Lekin Turkiyada juda ham chiroyli shahar ekan, manzaralari menga ham juda yoqdi lekin. Bayda lekin bitta narsa bor ekan. Narx-navo hamma joyda har xil ekan. Ya'niki, masalan, bir magazinga kirsangiz, bunisida boshqa narx, unisida boshqa umuman narx. Ya'niki bir xillik, tenglik yo'q ekan. Shuning uchun dengizlarga ham borgim kelmadi, chunki bir o'zim bo'lganligim uchun. U yerda borishlik uchun endi haligi bir sherigingiz bo'lsa, unda boshqa masala bo'ladi. Assalomu alaykum. Lekin sizlarga kelishinglarni tavsiya beraman Turkiyaga. Juda ham chiroyli shahar, yoqdi menga. Metro haqida ozgina sizlar bilan fikrlashamiz. Ya'niki biladiganlar yoki bilmaydiganlar uchun. Hozir sizlarga ko'rsataman ichkarisini. Metroning tozaligini qaranglar. Ham sokin, ham juda ham chiroyli. Menga shaxsan yoqdi. Qadriyatlar juda ham haqiqatan chiroyli ekan, mana ko'rishinglar mumkin. Kim ko'rayotgan bo'lsa ham qanjonlari sog' bo'lsin. Mana shu joydan bitta uyingiz bo'lib qolsami? Atrofida dengiz, uyingiz, dachalaringiz, orzuga ega bo'lgan. Hammani yetsin. Chiroyliligini qaranglar, metroni, manzarasini. Menimcha Moskvani ham dog'da qoldirdi kerak bu metro. O'zi ham bor-ku, yerda ichki kirgandan kiryapmiz. Shunchalik chuqurmi metrosi bularni? Shunchalik pastda joylashganmi? Yomon haligi pastga tushib ketyapmiz. Voy. İstanbul'da qaranglar, qanaqa odamlar tiqilinchmas, hamma bemalol ketyapti. Lekin biz Toshkent metroda juda ham tiqilamiz. Bu yerda odam bemalol hamma joyda ketyapti. Kimdir tikka turib ketyapti, bir o'tirib.